Hava assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, talabalar va nomzodlar. Bugun silsilaviy yozish ko'nikmalarini oshirish mahorati bo'yicha o'tayotgan darslarimizni yana davom ettiramiz. Hurmatli do'stlar, demak, bugungi mana savolimiz al-vatan kalimatun azima. Vatan buyuk so'z. Huwa shu'urun bil fakhr wal i'tizaz. U faxr va azizlik, insonning o'zini azizlik his qilishidir. كما قيل في الأقوال العربية عرب maqollarda aytilganidek al-vatanu haythu yakunul qalb. Vatan inson qalbi mavjud bo'lgan joydir. Arablardan misol uchun namuna keltiriladi. O'z DTM stilida bilsanglar, birinchi savol formasiga mana shu narsani qo'yishadi. Ya'ni ozgina bitta ikki qatorli gap berishadi savol ochilishi uchun. Fi dawi ma sabaq, ushbu ya'ni savol yoki ushbu so'zning shulasida, ya'ni uktub insho yozing la yaqil an 250 kalima. 250 tada kam bo'lmasligi kerak. Tubayin fihi ahamiyat al-vatan. Vatanning muhimligini aytish kerak va mahabbatahu va uni yaxshi ko'rishlikni, qanchalik muhim ekanligini aytish kerak. Murayan qoida kitobi kaff. Barcha qoida yozuv qoidalariga amal qilgan holatda. Demak, boshladik. Al-vatanu izzun va sharaf. Oldingi darslarimizda ham ta'kidlab o'tganimizdek, albatta har qanday insho bo'lsin yoki xat bo'lsin, ana unda siz unvon, ya'ni sarlavha berishingiz kerak. Vatan, azizlik va sharaf. Kalimatul vatan, vatan so'zi tahmilu fi tiyatiha, o'zining tag zamirida, va tiyya degan tag zamir. Vatan so'zi o'zining tag zamirida ma'ani amiqa, chuqur ma'nolarni kasb etadi. La yumkinu wasfuhu bi kalimatin wahidatin. Uni bir so'z bilan sifatlab bo'lmaydi. Innamal vatan, albatta vatan al-ummu allati tahtadinu tiflaha, tahtadin yani quchoqlaydigan degan. Ya'ni albatta vatan farzandini quchoqlaydigan ona. Wal abu allazi yat'abu yawmiyan fil infaqi ala al-usra. Oilasiga kunlik infoq qiladigan, infoq qilishlikda charchaydigan ota, ter to'kib charchaydigan ota. Qarang, infoq deb arablar o'sha infoq ihson deydi bizda, o'sha infoq deb nimadirga sarflash, ishlatishga bemalol foydalanish mumkin. Wal jadda allati tatbukhu al-khubza li hafadatiha. Va nabiralariga non pishirib beradigan buvi vatan. Mana hafidun degani o'zi buni o'rtoqlar hafidun birligi, ya'ni bu nabira degani, ko'pligi hafadatun. Endi qarab tursanglar, hozir bitta juda zo'r formani ishlatganman. Davom etamiz. Wal jaddu allazi yufarrihu, mashta yo'qolib ketibdi, uzr, tipografik xato bo'ladi orada. Wal jaddu allazi yufarrihu ahfadahu bil halawiyat. Mana ahfad degan so'zni ishlatdim mashta. Mana shunga bitta sharh berib ketdik, keyin tarjima qilaman. Hafid mana boya yozdim-ku. Nabira ikkita ko'pligi bor. Birinchisi hafada, ikkinchisi ahfad. Ya'ni siz har doim insho yozganingizda bekorga sinonimlarni, murodiflarni ko'proq ishlatishlikni targ'ib qilmayman, chunki bu juda katta effekt beradi, juda ham katta. Maqola yozganingizda ertaga, qanaqangidir qo'llanma chiqazganingizda, deylik kitob yozganingizda o'zingiz sohangizda demak, sinonimlarning o'rni juda ham katta. Mana hafadan ishlatsam bo'lardi, lekin bitta ahfad ishlatdim, chunki bitta so'zni ikki marta qaytarishdan sal yiroqroq bo'lish uchun. Endi bir xil paytlar bilmasangiz, tabiiy bilintirmay yozib ketganingiz ma'qul. Ikki xil variantingiz bo'lsa, ikki xildan foydalanganingiz ma'qul. Demak, vatan wal jaddu allazi yufarrihu ahfadahu bil halawiyat. Nabiralarini shirinliklar bilan xursand qiladigan bobo. والأولاد الذين يثيرون غبار الشوارع بممارسة الألعاب. Va turli tuman o'yinlar o'ynashlik bilan ko'chalarning changini to'zitadigan bolalar vatan. Kama ra'aytum, ko'rganingizdek, annal vatana, vatan yatamassalu, namoyon bo'ladi fi shaxsiyatin mukhtalifa, har xil shaxsiyatlarda. Taratan yakunu fi nabadati qalbil walida. Ba'zida onaning qalb
pulslarida paydo bo'ladi. Nabodot yurak urishiga ishlatadi. Va taratan va ba'zida yujadu fi jiddiyatil valid. Otaning jiddiyligida namoyon bo'ladi. Kullama yuladu mawludun, har safar jadid yangi bir farzand dunyoga kelsa, yaro vatanahul umma, u birinchi ona vatanini ko'radi. Qabla an yanzura ila ummihi allati waladathu. Uni dunyoga keltirgan onasiga qarashdan avval u ona vatanini avval ko'radi, deyapti. Qarang mana. Iloji boricha shunaqa chiroyliroq so'zlardan foydalangan ma'qul. Va yatanaffasu, va nafas oladi min hawa'ihin naqiyyas was-safiya. Uning demak shu vatanning toza va musaffo havosidan nafas oladi. Va yashrabu min miyahihil azba. Azba degan chuchuk degan. Uning chuchuk suvlaridan ichadi. Va ya'kulu min ni'amihi va ata'ihi. Ana o'sha vatanning ne'matlari va uning tortiqlaridan bahramand bo'ladi. Mana masjiddagi hiylan hammasi vatanga qaytadi. Domirlar qaytadi, bilasizlar. Keyin iloji boricha mana chiroyliroq so'zlar ishlatish kerak deb bekorga ta'kidlaganimiz yo'q. Al-akhta allati tahduthu kaseeran 'inda at-talaba fi مهارة الكتابة أنهم يتبعون كثيرا من الأخطاء بشأن أنهم يحفظون أشكالا وقوالب مختلفة أو معينة في الكتابة. مثلا يقولون هذا الموضوع يعتبر من أهم المواضيع التي يجب مناقشتها سواء كان صغيرا أو كبيرا. كل هذه الأشياء قوالب خاطئة. قوالب يعني قالب يعني قوالب خاطئة. إذا استخدمت من هذه القوالب أثناء الكتابة فإنك بالضبط ما تحصل على درجة كافية في الامتحان من حيث الكتابة. يجب أن يكون كل الأفكار من أبناء عقلك، يعني من عندك، ليس من عند فلان أو علان أو هذا أستاذ كان يدرس ويحفظ الطلاب بعض قوالب ولكي يحصلوا على درجات من الكتابة. لا، هذا خطأ كله. يجب أن يكون كل الأفكار مولودة من عقلك. الوطن demek etamiz. Vatan zikrayatun, u xotiralar mali'a bis-saada wal-fakhr wal-izz, azizlik, faxr va baxtga to'la xotiralar. لذلك shuning uchun huwa muhimmun jiddan, u juda ham muhim vatan fi hayatil fard, kishining hayotida. Ash-shu'ur bil-i'tizaz bil-watan, vatan bilan faxr tuyish yakun bo'ladi indama turfa'u rayatul watan, qachonki vatan bayrog'i ko'tarilganda. Qayerda? Fis-samai, osmonda, aliyatan, yuqori bo'lib ko'tarilganda, min baqiyati rayatil buldan, boshqa yurtlarning bayroqlaridan yuqori bo'lib osmonda ko'tarilganda. Indal fawzil azim, buyuk bir g'alabada. Va turafrifu bi'azamatiha va uluwiha, o'zining yuqoriligi va o'zining buyukligi bilan bayroq turafrif degan hilpiraydi. Yani bu qush qanoti qoqishiga ham turafrif deydi. Mudda'iyatan, go'yoki u da'vo qilayotgandek, at-taqadduma, rivojlanishlikni fi jami'il majalat, barcha sohalarda. Mana shunaqangi his qilib yozsanglar inshoni. Buni men o'zim yozganman, o'rtoqlar, hech qayerda olmaganman. Shuning uchun mana shunaqangi narsalardan o'zingizlar ham foydalanishingiz mumkin bemalol. Bu yerda aynan vatan mavzusini tanlaganimizdan ham asosiy maqsad, ya'ni hozirgi kunda mavzular juda sayozlashib bormoqda. Shu sayozlashgan mavzularni iloji boricha qiyinlashib tirish hozir zamon talabi bo'lib qoldi. Chunki tabiiyki bilasizlar, o'quvchilar boshqa ancha o'sib rivojlanib boryapti. Har xil aktual mavzular o'sha aktualligicha qolmayapti. Hozirgi kunda noaktual mavzular aktualga chiqyapti. Shuning uchun sal qiyinroq mavzular ham bu yerda katta rol o'ynaydi. Demak, davom etamiz. O'zi oxirgi qoldi. Mahabbatul vatan, vatanni sevish tu'rafu, qachon bilinadi? Inda xidmatihi, unga xizmat qilingan payt. Abnaul balad, yurt farzandlari, muxtalifun, har xillar, an ba'dihimul ba'd, bir-birlaridan ajralib turishadi. Nimada? Bi amalihim, o'z ishlarida, va musahamatihim, o'z hissalarida. Musahama degan hissa qo'shish degani, ashama fe'li ham hissa qo'shish ma'nosida. Ashum deydi, ashumush sharika. Bilasizlarmi? Ashumush sharika deydi. Kompaniya hissalari, aktivlari, ya'ni.
Demak, abnaul balad yurt farzandlari bir-birlaridan ajralib turishadi, o'zlarining ishlari bilan yoki hissalari bilan vatanni rivojlantirish va uni unib o'sishida o'zlarining hissalarida qo'shishlikda bir-birlaridan ajralib turishar ekan. Demak, davom etamiz. Ala sabilil misal. Misol tariqasida ar-riyodiyun, mana sportchilari يخدمون الوطن vatanga xizmat qilishadi بجوائزهم التي يحصلون عليها. O'zlari erishadigan mukofotlar bilan o'z hissalarini qo'shishadi. Fil al'ab at-tanaffusiyya wal olimpiyya. Tanaffusiyya degani o'rtoqlar bu tanaffus emas, bilib qo'yinglar. Tanaffus hamma eshitgan narsangiz ham uni o'rganganingizdek yo tildagi ko'chma ma'noda bo'lmaydi. Ba'zilar nima? Lisoniy va g'ayri lisoniy degan qoida bor. Lisoniy degani masalan to'g'ri tushadi, g'ayri lisoniy degani o'sha tilga boshqacha ma'noda kirib qoladi. Masalan, bizda tanaffus yo biror bir narsa boshqa ma'noda ishlatilinsa, u arablar umuman boshqa ma'noda ishlatadi masalan. Buni endi o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Tanaffusiyya degani o'sha nima? Raqobat. Raqobat. Arablar raqobatni boshqa narsa aytadi lekin. Mana men ham g'ayri lisoniy hisoblanadi. Demak, o'sha musobaqaviy o'yinlar yoki olimpiya o'yinlarida demak oladigan mukofotlar bilan vatanga o'z xizmatlarini qo'shishar ekan aynan ar-riyodiyun sportchilar. Ammo ashabul ma'rifa, endi ilm, bilim egalariga keladigan bo'lsak, ashabul ma'rifa al-ilm, ilm va bilim egalari fayakhdimuna vatanahum, ular vatanlariga o'z hissalarini qo'shishadi bi musahamatihim al-ilmiyya wal ma'rifiyya, ma'rifiy va ilmiy harakatlari bilan, hissalari bilan. Liyaj'alu, ular qilishadi al-vatana, vatanni yahtallu al-maratiba wal marakiz al-ulya. Yuqori marotib, marokiz sinonim o'rtoqlar. Martaba, markaz, o'rin degan. Yuqori o'rinlarni egallaydigan qilishadi vatanni. Min kulli javanib, har tomonlama. Hatta robbatul bayt, hattoki uy bekasi ham allati tatbukhu at-ta'ama li awladiha, farzandlarga ovqat pishirib beradigan uy bekasi. Va tilmizu as-saghir alladhi ya'khudhu alamatin mumtaza fi ad-durus, yoki darslarda yaxshi baho oladigan kichkina o'quvchi ham yaxdimul vatana bi ayyi shakli min al-ashkal, vatanga qaysidir ma'noda o'z hissasini qo'shadi. Demak, xuddi shu stilda, ya'ni mana inshoni o'zim nihoyasiga yetkazganman. Bu yerda o'sha kirish qismi, asosiy qismi, xulosa qismi bor, mavjud va 250 ga yaqin so'zdan tarkib topgan insho bo'ldi. Va iloji boricha o'rtoqlar mana shunaqangi stildan foydalanishingiz kerak. Ya'ni qanday bitta o'zimni uslubimni ta'rif qilmoqchi emasman albatta. Ko'pchilik hozirgi kunda nima bo'lyapti? O'sha ma'lum bir qoliplarga o'rganib qolyapti. Bu juda ham xato va bunda juda katta bir natija olamiz to'g'risi. Ertaga u 2 yillik sertifikat, 3 yillik sertifikat muddati o'tib ketadi. Ilm sizda qoladi. Ertaga bitta maqola yozib bering yoki bitta nimadir mavzuda tezis yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, hattoki ssenariy yoza olmaysiz ham, qo'l qovushtirib o'tiraverasiz. Nega desa, chunki o'sha qolipdan boshqa hech narsani bilmaysiz yoki sun'iy ong, sun'iy intellektdan foydalanish bo'ladi. Sun'iy intellekt tabiiyki yuragi bo'lmagandan keyin unga bezak bermasangiz foydasi yo'q. O'zingizdan ilm qo'shilmasa umuman foydasi yo'q. Shuning uchun iloji boricha bunaqangi narsalarga diqqat bilan e'tibor qilganinglar ma'qul deb qolamiz. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.